Chavaxon eslab qolgan o'zini otasi Tura Hojibovni Tura Chavaxonni ayirgan zotidan eng Otamni juda ko'p zotlarini eslayman. Eng hayajonlantirib ayirgan zoti shu Qumqo'rg'on Og'zikeng degan joy bor. 4-firmami, 5-firmami o'sha payt Chil degan otimiz bilan Uya degan zot 2 marta qaytarib ayirib oldi. Birinchisini halol demadi, ikkinchisini shuni ayirdi, tepaga chiqarib ushlab turib, keyin takani tashladi. U boshqacha motivatsiya olasizda undan. Otamning ayirganlar juda ko'p. Qaysi birini sanab beray endi? Juda. Endi baribir men otamni qilgan ishini o'ylaymanki 50% ni qilganman, lekin 100% ni qila olmayman otamni. Oilamizda eng katta akam Erkan hoji juda kuchli chavandoz edi. Hozir endi yoshlar ancha katta, hozir uloqqa borib turadi. 8 ta o'g'li bor. Hozir 6 tasi yo'q. 4 tasi cho'pyapti hozir. Xudo xohlasa yana 4 tasi zapasda turibdi, chiqadi ular ham zaxirada kichkina. Undan keyin Olim akam, endi Olim akam qilgan ishni to'g'riroq, men endi Odil Chavoxon bo'lganim bilan Olim akam qilgan ishni qila olmayman. Olim akam juda kuchli, zo'r. Otni ham chiroyli haydaydi. Uning bosiqligi, uni vazminligi bir dunyo. Olim akamga endi o'zi shu Olim akamga havas qilib uloqqa qiziqib ketganman. Keyin Bekzod Chavoxon. Bekzod ukam bor, endi u Bekzod ukamning ishini uncha-muncha odam qila olmaydi. Bekzod ukam endi uloqda otlarni chiroyli haydab, ayrim joylarda kuchli yordam berib, meni to'g'ri qanotimda bir. Bizda ko'plar aytadi, bular oilaviy aka-ukalar bilan kirib uloq chopadi deydi. Yo'q, bizda ko'p yillar endi yolg'iz chopamiz. Endi to'g'ri otlar ko'p bizda. Yigitlar bor, aka-ukalar boradi, lekin ularda ko'proq men qo'raga kirsam Olim akam turadi. Va ular deydi bir 20 ta 30 ta o'rab olib chopadi deydi. Yo'q, bo'lmagan narsa u. Olim akam chavandoz, ukam bor. Sherzod ukam bor, Mirabror ukam. Lekin men shu yerda bitta fakt ham aytib o'tay, mayli YouTube uchundir. O'sha Odil Chavoxon eshitganimiz, endi ancha yil oldin eshitganmiz. O'sha Qashqadaryoga yo Samarqandga borganda bir o'zi hatto kiyim kiymay bir futbolkada o'sha yakkalar 3-4 ustma-ust ayirganlarni eshitganmiz. Shuning uchun u yakka chopsa ham zo'rligini ko'rsatgan. Xudodan endi bu. Endi misol uchun Tudada o'zi nima ko'proq his qilinadi? Misol uchun takani oldingiz, takani yerdan ko'tarib olgandan keyin o'sha jarayonni bir tasvirlab bering. Shu Tudani ichida qancha uni qanday tasvirlab berish mumkin hozir sizga? Uni takani oldim. Maqsad olib chiqish. Olib chiqish, lekin shuni talpa u. Kimlar bilan tortishamiz? Mendan olib qo'ygan joylari bor. To'g'risi gapda bu nima deydi? Alni maydonida. Yo, jahlim chiqadi olib qo'ygandan keyin haqiqatan disvetilni sal derskiroqmanda. Yo'q, qarang, o'sha payt jahl qildingiz, misol chetkirgadir, boshqaga jahl qildingiz, lekin ko'p kar tugadi, hammasi o'sha joyda qoladi. Yo'q, keyin o'ylaysizmi, bekor qilman. Albatta, o'sha payt kerak emas. Yo'q, uzr so'rab qo'ygan joyimiz ham bor, odam yaxshi bo'lmaydi. Nima deydi? Charchab, qo'lingiz to'lib, oldin shu alam keladi-da, yuni alamini juda kuchli hayajonlanish bilan unda juda kuchli alamli bu. Juda alamli deydi-ku, o'shanda alamli bo'ladi. Odil Chavoxon yana necha yoshgacha uloq chopishni maqsad qilgan edi? Hamma narsa nasib narsa-ku endi maqsad. Endi Xudo xolasa chopish niyatimiz ko'p hali. Endi Allohdan sog'likni bersa, tinchlikni bersa, avvalambor Allohning o'zini sanab bergan umri bor, sanab bergan kuni bor, sanab bergan soati bor. Endi nasib qilsa endi to'g'ri otamda 75 yoshga kirib tuya ayira olmasligimiz mumkin, lekin shu 50 ta borib chopsak ham Xudoga shukr qilamiz. Endi ularnikida bizdagi suyagimiz yoki jussamiz yo'q-da, ular baquvvat inson bo'ldi. Qarang, bitta gap eshitgandim. Bir ko'pkarida, endi sho'rchilik oldin aytib bergandim, ancha yil oldin yiqilib tushasiz, qovurg'angiz sinadi. Keyin doktor chaqiradimi, kimlardir o'sha tez yordam chaqiradi, keyin Tura Hojibov aytadiki, yigit ot ustida o'lmaydi deb, doktor yo'qotdi deb keyin baklashganini nima qilib pufladi. Ayirasan deb ayirgan degan gap eshitgandim. O'sha holat haqiqatan Termizda bo'ldi, ipodromda. Navro'z bayrami edi. Hosil bayramida, Navro'z bayramida katta zotni olib chiqdim. Bitta tuyani ayirgan vaqtim normalniy, ikkinchisiga qovurg'am sinib ketdi.
o'sha payt haqiqatan skori keldi endi tuman viloyatning Navro'zi bu yerda hamma sharoitlar bor endi. O'shanda otam kelyapti-da, bakalashkani bilan hech narsa qilmaydi. Haqiqatan yo'q endi chunki ular ko'p narsani bilgan, ko'rgan, his qilgan, o'sha narsa boshidan o'tgan ularni, biladi nima qilishdi. Keyin o'shalarni aytganini qildikda, yana kirdimda o'sha qovurg'a bilan singan qovurg'a bilan yana bitta tuyani olib chiqdimda. Hozirgacha misol bir mavsumda eng nechta hisob umuman hisoblamaysiz? Yo'q. O'zim men o'g'illarim, ukalarim ko'radim, yo'q ko'rmayman ham zotlarni. Ko'rmaysiz? Yo'q. Ular nima qilsa o'zlari. Baribir ayirgan zotingizdan qaysidir zot sifatida misol uchun o'sha nimadir qadrli bo'lib qolgani bormi? Endi har bittasi yo'q. Mana misol hayvon sifat otdir yoki tuyadir yoki tillodir yo qaysidir kimdir sovg'a qilish uchunmi, boshqa qilish uchunmi? Yo'q, endi bu mehnat qilasiz-ku, har bitta narsaga o'zingizning bor mehnatingiz. Qarang, tuya ayirsangiz ham o'sha mehnat ketadi. Mashina ayirsangiz ham o'sha mehnat ketadi, bitta mehnat. Bitta gilam ayirsangiz ham o'sha tuyani ayirganda mehnatingiz ketadi. Yoki gilamni sekin mamdaq ayirdim demaysiz. O'sha kuch, o'sha maqsad, o'sha eng masalan aytaylik bir 10 ta tuya ayirsangiz ham, bitta uloq ayirsangiz ham bitta kuch ishlatiladi. Uni har bittasi qadrli bo'ladi siz uchun. Uni siz hech qachon yo'q, birov mana bu narsani ayirdim, menga bu qadrli bo'lib qoldi deya olmaysiz. Sababi unga qancha mehnatingiz singyapti. Tushunyapsizmi? Bir xil tuyalarni to'g'risi juda yengilgina ayirib qo'ygan joylarimiz bo'lganda. Lekin bitta uloqdi. O'zi arzimagan bitta uloq uchun 1,5 soatlik chopilgan joylarimiz bo'lgan. O'zi bir uloq. Ko'ryapsizmi qanday bo'ladi? Bu or ketadi bu yoqda. O'zi bir uloq ko'pkariga borganmiz. Bosh sovrini bitta uloq ekan. O'shanga borib $100,000 otlar haydayapmiz bitta uloqqa, tushunasizmi? $100,000 otni bir uloqni ayirish uchun, bitta echkini ayirish uchun haydayapmiz. Bu orda u. Qarang, o'sha bir xil solishtiradi-da, qozon ko'pkari, siz ham solishtirdingiz-ku ularga. O'shanda ham o'zi sinab ko'rganmisiz u narigi zonada? Ko'p ko'rganmiz. Lekin u sal opasniroqda. Qiyinroq. Bu undan ko'p cho'kkanmiz qozonimizni ham. U otni ham ayb qiladi, chavandozni ham ayb qiladi. Bu yaxshi narsa emas deb o'ylayman men. To'g'rirog'i, otga jabr qilib qo'yadi hayvonga. Odil Chobog'on mana katta kuruklar bo'ladi, katta nimalar bo'lganda ba'zida aytyapsiz bitta uloq 1,5 soatlab vaqt ketgan deyapsiz. O'shanda charchoq holatini sezganmi? O'sha charchadim, bo'ldi, haydamayman degan holat bo'lganmi? Yo'q, uloqda shu yoshimga kirib biron marta charchadim, men uloqdan chiqib ketdim degan joyim bo'lmagan. Endi bo'lmasin ham qanaqadir bir travma olib chiqqan bo'lishi mumkin, lekin unday holat bo'lmagan. Charchadim, bo'ldi degan holat yo'q, bo'lmagan. Endi bormagan respublikam qolmagan. Ana shu misol uchun ko'pkari qayerlargacha borib ko'pkari chopdingiz? Afg'onistonga o'tdim ko'proq. Tojikistonga bordik. Qozog'istonga borganmiz, Qirg'izistonga borganmiz. Turkmanistonga lekin yo'q, bormaganman Turkmanistonga. Endi bitta savol yana, shu eski chavoqlar aytadiki, biz hozirgi chavoqlar qimay tushishdi, mana shu to'yroq, yoshroq otlar bo'lsa, biz bir qiyirlatib berardik. Hozir chavoqlar qimay tushishdi. Odil Chavoqon agar shunday kimdir haqiqatan ham qayerlardandir otga bir ko'pkargina qilib ko'rsa, shuni yo'q, mayli, u endi siz uloqqa borganingizdan keyin otga qarashingiz kerak-da. U ot borku sizni mayib qilib qo'yishi mumkin, yem-yemagan bo'lishi mumkin u ot. Yo siz otni mayib qilib qo'yishingiz mumkin. Tushunasizmi? Katta chavandoz, zo'r uloqchi chavandozga mana kichkina to'ylar berib bo'lmaydi. Sababi jahldor bo'ladi chavandoz. Bitta juganni qoqib qo'ysangiz bo'ldi, ketdi u ot. Buziladi. O'shaning uchun to'ylarni vazminli, yoshi kattaroq, keksaroq odamga sal aniq qilib, o'ng chapini yoki bo'lmasam kichkina gashtakchalarda tez enkayib turadigan bolaga bersa, o'shagani ot qilib oladi. Lekin yosh otni katta qo'ralarda ham xafa bo'lib qoladi ayrimlar. U tushunmaydi, otim minmadingiz deydi. U katta qo'ra u, siz otingiz hali o'shanga moslashmagan, mos emas unga, sharoit to'g'ri kelmaydi. Lekin odamlar xafa bo'ladi. Yo'q, lekin haqiqatan aytsangiz bo'ladi, lekin u otga bir travma berib qo'yishingiz mumkin. Yo ot sizga travma berib qo'yishi mumkin, yiqilishi mumkin, bilmaysiz-da. O'shaning uchun sinalmagan molni orqasiga o'tib bo'lmaydi deydi-ku. O'shani sinalish kerak, borish kerak. U Chavoqon o'zini katta oldi degan gaplar u xato. Yo.
Boya ham ta'kidlab o'tdim, yana ta'kidlab o'taman. Ot zo'r bo'lsa, elanib minadi men degan chavandoz ham bor. Bo'lmagan gap bu. Ot zo'r bo'lsin, iltimos deydi, uygacha boradi hozirgi zamonda shunaqa. Birinchi ko'pkariga kirib kelgan paytdagi otlar zo'rmidi? Hozirgi Yo'q, undagi zo'r edi. undagi zo'r edi. Ha, unda zo'r otlar ko'p edi. Hozir bizdan o'sha Qirg'izistondan otib kelyapti, o'sha Toshkentdan olib kelyapti, yo Tojikistondan otib kelyapti-ku. Shu otlarga qanday qaraysiz siz? Endi baribir ular chachishib ketgan qoni. Ularda ham zo'ri chiqadi, chiqmaydi emas. Ularda ham zo'ri chiqadi, lekin kam. Juda kam. Lekin baribir o'zimizda mesni qora bayir bo'lsa, unda boshqacha gap. Hozir siz sezyapsizmi hozir? Uzoq chopgan ot yo'q. Bilasizmi? Sababi nima deb o'ylaysiz? Biz ham shuni bilmaymiz, mutaxassislardan Ha, so'rayapmiz. o'shaning uchun hozir aytaman. Bitta otni hozir, bitta chavandoz biz davrim bitta metanni men minganman. Agar men uloqqa bormay qolsam, hech kimga bermagan ot egasi. O'sha kun uloq choptirmasdi. To'g'ri, Alisher Chovog'in chopgan buni, Bobosh Chovog'in ham mingan buni, metanni, Nurli Bobo mingan, Nurchi ham mingan. Lekin faqat u Alisher minganda men minmaganman bu ot to'g'riroq. Tushunyapsizlarmi? Bir kishi chopsa otni uzoq chopadi. Hozir qara. Ali ham minadi, Vali ham minadi, amma ham minadi, tog'a ham minadi, minib ketaveradi bitta otni. Qarang, siz masalan bitta hovlida bitta mashin bo'lsin, 4 kishi haydasin. Nima bo'ladi o'sha mashin? Tez buziladi. Dabdala bo'ladi, to'g'rimi? Siz ko'p tormoz bosishingiz mumkin yoki mana bunday skorni boshqacharoq urishingiz mumkin, to'g'rimi? Uloqda ham xuddi shunday. Bir xil chavandoz neta haydaydi. Boyagi otni o'zini aytgandek bora olmaydi. Ot buziladi. O'shani sababidan otlar uzoq chopilmayapti. Tushundingizmi? O'sha sababdan. Bitta otni qarash qancha mashaqqatda, lekin hozir endi har narsa deyilib ketyapti bu yerda. Zotlar ham katta bo'lib ketgani uchun, masalan, ot egasi bunga ham bechorani bir shamollatmas, yana beraveradi. Bo'lmaydi, u tugab ketadi ot. Asrash kerak, ot yo'q. Demak, sizga o'sha to'dada minib chopganida baland bo'yli otlar ma'qulmi yo maydaroqlarmi? Yo'q, baland, juda baland emas. Endi o'zimizda standart mana shunday metanday otlar bo'lsa, u ma'qul tushadi. Yo'q, kichkina otlar endi bo'ladi, oyoqni og'ritib tashlaydi, u yaxshi emas. Bir xil otlar zo'r talab bo'ladi deydi-ku. Shunday. Metan shunaqa otmaydi, shunaqa emas. Metan zo'r talab qilgan, o'zidan zo'rni xohlashadi. Kam zo'r bilan gaplashmagan ham, mindirmagan ham. Juda metanda bu haqiqatan ham bir xil vaqt endi juda kam bo'lgan u narsa. Juda qandaydir bir holatda ayirmay qolmagan bo'lsa, hamma to'yda ayirganda katta zotni sezadi-da metan. O'sha katta zotni ola olmay qolsa, ikkalamiz ham turardik. Ertaga qaytarib olamiz. Mayli. Sizga katta rahmat. Shu YouTube'da O'zbekistonlik Surxondaryo muxlislariga bitta tilagingizni ayting shu bilan. Ha, sizlarga ham katta rahmat. Shuncha hurmat qilib, izzat qilib kelibsizlar. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shunday chiroyli davlatda yashayapmiz. Yurtboshimizga kattadan katta rahmat. Shuncha sportga qancha yengilliklar kiritdi, qancha kuch berdi sportga. Qanchalik mehnat bo'lyapti buni ustida, qancha narsalar qurilyapti. Mana muxlislarimizga endi tilagimiz faqat addu shu yurakdan aytamiz, jonlari sog' bo'lsin. Avvalambor shu musofir yurtda yurgan aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz bor. O'shalarning ham jonlari sog' bo'lib, yurtiga bir chiroyligina bo'lib, o'zini ko'zlangan maqsadiga erishib kelsa, yaxshi bo'lardi, Xudo xolasa. Hammani omadini bersin.